Serial va kinolarni hayotimizga ta'siri qanchalik? Serial va kinolarimiz hayotimizga judayam chuqur ta'sir qiladi. Biz bunga u qadar ahamiyat bermaymiz, lekin ong ostini juda chuqur dasturlaydi. Har bir ko'rayotgan serialimiz, kinoyimiz, reklamalarimiz, shuning uchun ham reklamalar yaxshi ishlaydi. Ular ong ostiga dastur joylaydi, juda chuqur joylaydi. Bugun kinolardan biz qanaqa dasturlar asosan olamiz? Qanaqa dasturlar joylanadi bizga kinolarimiz orqali? Shuni qisqacha tushuntirib beraman. Deylik, siz ko'rayotgan bitta kinoda yoki serialda hamisha boy kambag'al, chiroyli xunuk obrazlari bo'ladi. Shu obrazda yashaydigan insonlar bo'ladi. Bizga shuni ko'rsatib berishadi har doim. Shunaqa ikkita obraz bo'ladi. Biri ijobiy, biri salbiy. Yomon, yaxshi, boy, kambag'al bo'ladi. Men hozir o'zingiz kuzatishni o'rganishingiz uchun sizga yoritib beraman. Har kino ko'rayotganingizda yoki reklama ko'rayotganingizda, Instagramda, YouTube'da bu hammasida ishlaydi. O'zingizni nazorat qila olishingiz uchun sizga shu siz ko'rayotgan prosmotr vaqtida qanaqa dastur sizga joylanib boradi. Deylik, shu siz ko'rayotgan kinoda kambag'al obrazini qiynalib yashayotgan bir obrazdagi qahramon bor. Shu qahramonning hayotini kuzatadigan bo'lsangiz, ipidan ignasigacha bilamiz shu qahramonni. Xuddi shu kinoni ssenariysini biz yozgandek. Va biz buni bilganimizda faqat bilish tushunchasida qolmaymiz. Biz hislarimiz bilan bilamiz uni. Hislarimiz bilan bilamiz, puli yetishmaganda uni tanasida qanaqa holat bo'ladi. Har bitta hujayramizgacha bilamiz. Deylik, unga doriga pul kerak, lekin puli yo'q, qanaqa holatda. U kiyim olmoqchi, lekin kiyimga puli yo'q. U qayergadir o'qishga kirmoqchi, kira olmayapti, puli yo'q. Yoki pullarini kimgadir qarzga bergan, yoki o'zi qarz bo'lib qolgan holat. Biz bu holatlarni shu qadar kuchli his qilamiz tanamizda. Shu holatdan keyin u qaysi amalni qilishini ham bilamiz. Mana folbinga borishganda folbin kelajagini aytib bersa hayratga tushib qoladi. Deylik, folbin u to'g'risida bolasini ismini, kasbini aytsa hayratga tushib qoladi odam. Diqqat bilan qarasangiz, mana shu obrazda yashaydigan insonlarning hayotini shunaqa bilamiz har birimiz. Shu hisni his qilgandan keyin endi bu mana bu qadamni bosadi. Endi bu mana bunaqa holatga tushadi. Endi bu bundan keyin kasal bo'lib qoladi. Bunaqa holatdan keyin endi buni hayotida mana bunaqa o'zgarish bo'ladi. Biz salbiy hislarni his qilayotgan obrazdagi insonning hayotida nima bo'lishini, shu ssenariy qanday davom etishini hali uni ko'rmay turib bilamiz. Endi bu qahramonni obrazi shu yerda to'xtadi, ikkinchi qahramonniki boshlandi. Bu deylik boy, chiroyli qahramon obrazi, buni hayoti umuman boshqa. Endi qarang, shu obrazni ko'rayotganimizda, masalan, salbiyni ko'rayotganimizda biz uni 100% his qilib ko'rdik. Biz uni qanaqa yashayotganini bilamiz. Biz uni tushundik. Biz uni tushunamiz. Даже yomon ham deya olmaymiz. U noto'g'ri xatti-harakatlar qilgan bo'lsa ham shu qadar tushunganimizdan uni qoralamaymiz. Mayli oqlamaymiz deylik, lekin qorala olmaymiz. Shunaqa holatga tushganda shunaqa qiladi-da degan fikrda qolamiz. Endi ijobiy xarakter deganimda qaysi ma'noda? Yaxshi obrazni yaratmasligida emas. Boy, o'ziga to'q, ko'rkam, chiroyli, sog'lom. Endi bu obrazni ko'rganimizda, mana boya bu qashshoq obrazda yashayotgan, bechora obrazda yashayotgan insonni his-tuyg'ularini 100% yashab tanamizda his qila oldik. Lekin endi ayta olasizmi, mana shu boy obrazda yashayotgan insonnikini ham shunaqa his qila olamizmi? His qila olmaymiz birinchidan.
Bu obrazni bizga shunaqa chuqur his qildiradigan darajada yashatib berilmaydi. Bu birinchisi. Unaqangi chuqur yoritib berilmaydi. Ikkinchisi, bizni tanamizda unaqa tajriba yo'q. Biz bilmaymiz. Boy hayotda, xotirjam hayotida qanaqadir savol ko'tarilganda, buni hal qilish uchun pulni qayerdan olaman degan sostoyaniya yo'q bu insonda. Bu boy obrazida yashayotgan insonda uni tanasida har hayotida chiqqan savolga, muammoga, shu muammoni hal qilish jarayonida uni tanasida qanaqa his-hayajon kechishini bilmaymiz. Bizni tajribamizda yo'q. Biz bilamiz, boshimizga muammo kelganda tanada siqilish, xavotir, trevoga, qo'rquv, mana shular ko'tariladi bizni tanamizda. Biz shuni his qilishni bilamiz. Lekin boylik holatida tanada bunaqa his-hayajonlar ko'tarilmaydi. Ular bunaqa projivать qilmaydi hayotini. Muammo yoki savol chiqqanida oldida. Demak, birinchisi, bunaqangi chuqur darajada ko'rsatib berilmaydi. Bu boy hayot, biz uni holatiga tushib qolishimiz uchun ma'lum bir filmlarda beriladi. Tushib qolamiz shu holatlarga. O'zimiz bilmagan holatda. Men hozir o'zimizni seriallarimizni nazarda tutib aytyapman. Asosan ommabop seriallar haqida. Va ikkinchisi, bizni tanamizda bunaqa his-hayajon yo'q. Biz bilmaymiz qanaqa bo'ladi u. Boylarda boy bo'lib yashash holati tanada qanaqaligini bilmaymiz. Endi xo'p, biz bilmadik bu holatni. Endi lekin salbiyni 100%, balki 100% dan ham chuqurroq bilyapmiz, his qilyapmiz. Endi siz serialni har kuni 20 minutdan ko'rishingiz mumkin. Shu serialning o'rtasida bizga beriladigan reklamalar bor. Shokoladlarniki, napitkalarniki, chet ellarning reklamasi, mashinani, deylik, hozir bunaqa mashinang bor, endi men bu mashinani olsang yanada baxtli bo'lasan. Yoki shunaqa undashib ketadiki, sizni shu oyligingizni oldingizmi, qayerga sarflashingizni aniq bilib turasiz. Mana endi chet el sayohati yoki men bu joydan yangi uy va shunga o'xshash narsalar. Siz shu salbiy holatni hissini bilasiz tanangizda. 20 minutlik serial deylik, 20 minutlik serial. Siz shu 20 minutlik serialni har kuni ko'rishingiz mumkin. Haftada bir chiqadigan seriallaringiz bor, undan tashqari 1,5 soatli, 2,5 soatli. Endi qarang, siz har kuni 20 minut shu salbiy qahramon demaylik, salbiy holatda yashaydigan qahramonni hayotini 100% his qilib yashayapsiz. Bu degani shu sutkada 24 soat bo'lsa, 24 soat 20 minutini siz shu holatda his qilib yashayapsiz. Bu har kuni davom etaveradi. Endi qarang, ong ostimizga dasturlar bizni his-tuyg'ularimiz orqali joylanadi. Fikrlarimiz orqali joylanmaydi. So'zlarimiz orqali joylanmaydi. Именно aynan tanada his qilayotgan hislarimiz orqali joylanadi. Va ong osti shunaqangi bir nima desak bo'ladi, yorug'lik tezligida hayotimizda buni namoyon qilib beradigan qismimiz hisoblanadi-da. Yorug'lik tezligida. O'zi holatingiz shu serialdagi qahramonni, salbiy hayotda yashayotgan qahramonni hislari bilan to'la o'zi hayotimiz. Kun mobaynida norozichilik, xafachilik, afsus, ulgurmaslik, nimadandir qolib ketayotgandek, o'zingizdan norozilik, hayotdan norozilik, farzandlardan norozilik, turmush o'rtog'idan norozilik, davlatingizdan norozilik. Shularni hammasini kun mobaynida hislari o'taveradi bizdan. Yana shunga qo'shimchasiga biz shu seriallarimiz orqali yanada chuqurroq muhrlaymiz ong ostiga shu dasturlarni. Va endi o'ylab ko'ring, shu dasturlardan qachondir chiqib keta olamizmi? Agar o'zi his qilib turgan hislarimiz shu bo'lsa, har kuni shu dasturlarimizni yanada chuqurroq muhrlayotgan bo'lsak va yana biz tashqi atrofdan ham
aynan shu dasturimizni yanada kengaytiradigan, yanada chuqurlashtiradigan, yanada boyitadigan narsalarni ko'ramiz. Mana endi o'zingiz kuzating, ko'rayotgan seriallaringizni, hozir sizga bergan ma'lumotim bilan даже Instagramda, даже YouTube'da kichkinagina axborot ko'rsangiz ham, siz shu axborotga nisbatan nima his qilyapsiz? Mana kimdir tinmay bu erkaklarning tabiatiga xos narsa, buni to'g'ri qabul qilsa, buni hech qanaqa yomon joyi yo'q, lekin o'sha aytganimdek, filtrsiz ong ostiga boradi-da, bu dasturlar urushlarni ko'p ko'radi. Nafaqat erkaklar, buni ayollar ham shunaqa bo'lib qolgan. Ukrainadagi urush deymizmi, yo qayerdadir Afrikada qashshoq hayotda yashayotgan insonlarning videosini ko'p ko'rishadi. Nogiron bolalarning videosini ko'p ko'rishadi. Bu videolarni ko'rganda ular shu holatga tushadi. 5 daqiqaligini ko'rsa ham, 2 daqiqaligini ko'rsa ham, 1 daqiqaligini ko'rsa ham shu holatga tushadi, shuni tomosha qilayotgan inson. Biz bunga ko'proq moyilmiz. Chunki ong osti dasturimizda o'zimizda bu muhrlanib, o'zimiz shunaqa yashab kelyapmiz. Buni his qilishimiz osonroq bizga. Ko'rdingizmi? Nima his qilyapman? O'zingizni kuzatib boring. Nima his qilyapman bu reklamaga nisbatan? Nima his qilyapman bu kinoga nisbatan? Nima his qilyapman bu darsga nisbatan? Deylik, dars eshitayotganingizda. Nima his qilyapman bu serialdan? Nima olyapman? Shu ahamiyat bersangiz, kinodan keyin agar kinoda sizni qahramoningizni hayotida quvonchli holat bo'lsa, siz quvonch holatiga tushasiz. Agar uni hayotida salbiy hislarni his qiladigan holat, vaziyatlar bo'lsa, shu filmdan keyin, kinodan keyin siz ham shu holatga tushib qolasiz. Shu holatingizdan tashqi atrof bilan munosabat qilishni boshlaysiz. Shu holatingiz bilan farzandingiz bilan gaplashasiz, shu holat bilan turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashasiz, shu holatdan onangiz bilan gaplashasiz. Endi qarang, siz shu holatingizdan deylik, farzandingiz kasal deylik, mazasi yo'q. Farzandingizga mehr berishingiz kerak, ozgina qaysi ma'noda parvarish kerak farzandingizga. Siz shu holatdan kelib chiqib, farzandingizga har qanaqasiga shirin ovqat tayyorlab berasizmi, har qanaqasiga mehr ko'rsatsangiz ham, og'izda chiqayotgan gap so'zlaringizni, sizni pishirib berayotgan ovqatingizni unga umuman foydasi bo'lmaydi. Chunki birlamchi bu his tuyg'u turadi. Sizni bu salbiy qahramonni hissida yashab, shu hisni o'zingizga oldingiz, salbiy his tuyg'uni, shu his tuyg'uda sizni gapirayotgan gaplaringiz ham, kimgadir qo'llab-quvvatlashingiz, kimgadir mehr berishingiz, kimgadir e'tibor berishingiz, kimgadir nimalardir pishirib berishingiz, sizdan hammasi salbiy chiqadi. Siz o'zingizdan salbiy holatni tarqatasiz. Siz o'zingizdan yana sizga salbiy holatni keltirib chiqaradigan vaziyatlar uchun energiya tarqatasiz. Shuning uchun kuzating, ko'rayotgan seriallaringizni, bu serialda qanaqa holatga tushyapman, qaysi qahramonning obraziga kirib ketyapman va holatiga tushib qolishim qancha muddatga davom etyapti. Qancha vaqt men shuni holatida qolib ketyapman. Seriyani keyingi qismi boshlanguncha shu qahramonni holatida qolib ketamiz biz. Hayotimizda shuni o'rtasida shunaqa boshqa mo'jizali, bizni xursand qiladigan holatlar bo'lishimiz mumkin, lekin ko'tara olmaydi bizni. Kayfiyatimizni ham ko'tara olmaydi, bizga quvonch ham bera olmaydi real hayotimizda bo'layotgan narsa. Chunki ong ostiga muhrlanib qoladi. Biz chuqur yashab kirib ketamiz shu obrazga.